Bugun sizlar bilan hammani qo'lidan keladigan meva kesishlarni ayrim kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Gilosni joylashda cho'p qismini olib tashlaganingiz ma'qul. Olmani ikki bo'lakka bo'lib, o'rtasiga qarab sal qiyshaytirib kesamiz. Juda ham ingichka kesib olsanglar, meva o'z vidini yo'qotadi. Sal qalinroq kesilgan meva chiroyli ko'rinadi. Nokni ham juda ham yupqa qilmagan holda shu ko'rinishda kesib olamiz va aylantirib shu ko'rinishga keltiramiz. Drakonni esa ajralib chiqqan qismlarini olib tashlab, o'z po'stidan savatcha yasab olamiz. Ichidagi mevasini to'rtburchak qilib to'g'rab, po'stiga joylab solib qo'yamiz. Har xil yag'dalar qo'shsanglar yana vidiga vid beradi. Mangoni o'rtadagi daniy qismi qolib chekkasini kesib olamiz va ingichkaroq lenta qilib bir xil qilib kesib chiqamiz. Mangoni tanlashda juda ham pishib ketmagan, lekin sal yumshoqroq bo'lgani ayni muddao bo'ladi. Marakuya mevasini ichini sos nitsasiga solamiz va kompozitsiyalarga ayrim yag'dalardan qo'shsanglar, ko'rinishiga yana chiroy beradi. Manda gilos bilan golubika bor edi. Miyat yaproqlari bilan bezatib, dasturxonga tortdim. Foydasi tegishi mumkin bo'lgan videoni yaqiningizga jo'natib qo'ying. Bu oson meva kesish usuli sizga yoqqan bo'lsa, rangi o'chgan yurachani qizartirib qo'yasiz. Bizga esa yoqimli ishtaha.